Diqqat, savolni o'qib eshitiraman. 100 gramm X foizli mis sulfat eritmasi tuz tugaguncha elektroliz qilinganda X foizli eritma hosil bo'ldi. Anodda ajralib chiqqan gaz necha gramm misni oksidlash uchun yetarli? Demak, bizga berilyapti 100 gramm X foizli mis sulfat eritmasi elektroliz qilinganda katoddan mis ajraladi, anodda esa kislorod. Shuni hisobiga eritmaning massasi kamayadi. Bu yerda tuz tugagunicha deyilganligi uchun, demak, tok ko'p emas, ya'ni suvni ham elektroliz qilib olgan degan narsa yo'q. Hop, demak, buni ishlaydigan bo'lsak, hop, 320x mis sulfat eritmasidagi tuzni massasini 320x olsak, 196x kislota hosil bo'lyapti-da. 128x katodda, 32x anodda modda ajralyapti. Endi 320x bu o'sha 100 gramm eritmamiz tarkibidagi tuz, eritma massasi esa 100 gramm. Massolish formulasiga qo'ysak, 196x kislotam 100 gramm eritmamdan 128x minus 32x, ya'ni bu yerda katod va anodning massasi ayirib tashalyapti. Ya'ni eritma massasi kamayishini hisobiga 196x bo'lsa, ikkovsi aytyapti x foizli eritmadan yana x foizli eritma hosil bo'lyapti. Bu degani ikkovsi massolish teng degani. Bu yerda ishlasak x ham 0.242 ga teng ekan. Hop, x deb nimani belgilagandik? X deb bu 320x olingan, ya'ni 2x mis sulfat elektroliz bo'ldi degani. Bu yerda esa x mol kislorod ajraldi degani. Demak, x bizda 0.242 bo'lsa, hop, 128 gramm mis oksidlash uchun 1 mol kislorod sarflanyapti. Bizda esa 0.242 mol kislorod necha gramm misni oksidlaydi desak, 31 gramm ekan. Demak, to'g'ri javob C.